Buxarskiy государственный университет 2014 yil 2 sentyabr saralash komissiyasi majlisi. Alisher Navoiy Hirotda tug'ilgan, Hirotda o'lgan. Afg'oniston uning O'zbekiston bilan hech qanday aloqasi yo'q. O'zbekiston degan davlatni 1924 Lenin Alisher Navoiy hazratlari Temuriylar davlatining poytaxti sanalgan Samarqandda tahsil olgan davrida Buxoroga kelgan. Toki jahon qasrining imkoni bor. Ustida oning falak ayvoni bor. Men O'zbekistonda yashab turibman. Bu kitoblarni men taqdim qilyapman. Men O'zbekiston farzandiman. Mana bu ajdodlarim shu zamin farzandlari sanaladi. Ularning ilmiy merosining davomchisi bizlar, O'zbekiston farzandlari, O'zbek farzandlari. Temuriylar davlatining Mavron nahridagi poytaxti Samarqand bo'lsa, Xurosondagi poytaxti Hirot edi.